Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki, uning, ya'ni Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarni tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobalar Rasululloh bizni taniysizmi u kunda? Bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki, ha deydi. U kunda sizlarda hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi o alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda, ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin.